Alisher Usmonov kuch, iroda va strategiya ramzidir. Prokuror oilasidan chiqib, bugun dunyo miqyosida tan olingan milliarderlar qatorida. 1953-yil Namangan viloyatida tug'ilgan. Maktabni tugatgach, Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutida, ya'ni MGIMOda o'qigan. 1980-yilda Usmonov yana 2 yuqori martabali amaldorlarning farzandlari bilan paxta ishi bo'yicha qamoqqa olinadi. Usmonov 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shundan 6 yilni namunali xulqi uchun shartli ravishda ozodlikda o'tkazdi. 2000-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov Usmonovni reabilitatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan va unga qarshi qo'zg'atilgan ishni uydirma deb tan olgan. Uning biznes yo'li 90-yillarda boshlandi. Metall sanoatidan telekommunikatsiyagacha, texnologiyadan sportgacha Usmonov har bir sohada iz qoldirgan. U Metal Invest, Megafon, Mail.ru Group kabi yirik kompaniyalar orqali 100 minglab ish o'rinlari yaratdi. Uning sarmoyalari nafaqat daromad, balki imkoniyat olib keldi. U Rossiya va Yevropadagi eng yirik investorlar ro'yxatida yillar davomida yetakchi o'rinda turdi. Sport uning faxri. U Xalqaro qilichbozlik federatsiyasida rahbarlik qilgan. O'zbekiston sportini qo'llab-quvvatlagan. Madaniyat, san'at, ta'lim har doim uning e'tiborida. Uning xayriyalari millionlab insonlar hayotida ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bloomberg Billionaires Index hisoblab chiqishicha 2025-yilga Alisher Usmonovning moliyaviy holati 16,3 milliard dollarga yetgan. Alisher Usmonov o'z davrining strategi. U muvaffaqiyatni so'z bilan emas, tizim bilan yaratgan. U boylik ortidan emas, barqarorlik ortidan yugurgan. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'ling.